Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Mana keyingi obyektimizni tugatdik. Bo'ston dahasini. Bo'stonda Anjan shahar, Anjan viloyati, Anjan shaharida Bo'ston dahasida joylashgan obyektimiz. Mana ko'rib turganingizdek, yangi obyekt. Nari kottejni ham o'zimiz qildik. Buni ham biz qildik. Mana santexnik akamiz, Dilshodbek aka degan aka bor, santexnik. Mana shu akamiz santexnikasini qilyapti. Bu akani nomerini aytib qo'yaman sizlarga. Kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Hamma yo'g'inglar qilib beradi. Mana kiryapmiz obyektga. Mana bu darvozaxonamizda mana joylashgan освещениясini, rozetkalari, chiroqlari. Mana usta, mana katta usta, eng katta usta mana shu bo'ladi. Biz oddiy shogirdmiz xolos. Mana shu ustani qo'li tekkan shu yerlarga hamma yo'qki, mana shu usta qilyapti. Ustani nomerini bilib olinglar. 90lik kodi bilan 541 36 19. Ismi Islomjon aka. Telefon qilasizlar. Obyektlar ko'radi. Chiroyli qilib, sifatli qilib beramiz. Mana narada rabochiy hammomi bor, hojatxonasi bor. Hamma yo'g'i joyida mana. Akamiz ish bilan band. Biz obyektimizni ko'rsatamiz. Mana bu ikki etajdan iborat obyektimiz. Mana hamma yo'g'i bo'lgan mana, xudo xolasa. Mana bazalit bilan boshlanadi xudo xolasa. Mana tashqarida освещениялар, mana maga u yerga bira qo'yiladi. Tashqariniki mana maga mana o'chirib yonadi. Mana obyektimizga kiryapmiz. Hamma yoq chiroyli ubirka qilingan. Mana bu yashigimiz. Xuddi mana shunaqa qilib o'yib, chiroyli qilib yashikka tayyor qilib, mana ichiga tiqib salafan kiydirib, suvoqchilar yomon ko'rmasligi uchun mana bu tepadan tushayotgan kabelimiz mana. Tepadan tushyapti, bitta mana kiryapti, bitta podvalga tushib ketyapti mana. Podvaldan teshib betonini qo'yganmiz. Mana endi holimiz. Bu holga mana chiroqlarimiz bor. Mana o'yib, devorlar betongacha o'yib, mana освещениyalarni tushirib qo'yganmiz. Ona beton teshib, o'rtasidan tushirib qo'yganmiz. Xudo xohlasa nasib qilsa. Mana u yerda konditsioner bor, rozetka bor. Endi mana oshxonamizga kiramiz. Oshxonamiz mana ketyapti mana. Shu yerdan sim kirgan. Shu yerdan sim kirib, pastga tushib turib, televizorga kelyapti. Keyin tepadan kelib turib, u burchak bilan pastga tushib, mana ventilyator, yordamchi ventilyator, ular kuflaning tagiga освещение. Rozetka ключаторlar bor. Rozetka bor. Eda duxovka nima? Boiler qo'yaman degan yerga. Mana rozetkalar. Hamma yoq ketdi. O tepadan mana kabelimiz ketyapti. Ustakalar iltimos, mana shu yerga urib qo'ymanglar. O burchakdan tushib turib, nari hammomlarga ketyapti, darvozaxonalarga. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu yerda konditsionerlarimiz bor, rozetkalarimiz bor, mana освещениямыз mana. Hamma yo'g'ida mana tashqaridan o'yib olib kirganmiz. Ichkarida hech qanaqa mana bu yerdan o'yilmagan ichkaridan. Parda uradimi, boshqa qiladimi, bemalol qilaveradi, nima qilsa ham. Mana hamma yo'qda olib tushib qo'yganmiz mana. Teshikdan tushirib qo'yganmiz. Mana duruletkalarga tushirib qo'yganmiz. Xudo xolasa mana keyingi xonamiz mehmonxonadan iborat. Mana bu televizor zona. Mana shu yerda gofra kiydirib tepagacha olib chiqqanmiz. Mana ko'rishinglar mumkin. Mana gofra kiydirganmiz antenaga. Чтобы pameh bermasligi uchun. Tok bilan yonma o'tyapti bu. Shu pameh berib olmasin deb gofra kiydirib tushirgan, tepadan tushirganmiz. To'g'ri tomdan tushgan, to'g'ri tomga chiqib, ikkinchi etaj chiqib, ikkinchi etajdan o'yib mana shunday qilib. O betonlarga teshib olib tushganmiz. Mana ichida internet kabel tushirib olsa ham bo'laveradi. Mana освещениямыз, mana bu yerda ham ko'rib turibsizlar. Tashqaridan kirgan. Mana. Chiroyli va sifatli bajarib beramiz. Ishinglar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin. Mana ko'rib turganingizdek tashqaridan kirgan. Mana malonga mana tashqaridan kirgan mana. Zalga hammasiga mana. Mana o'noga mana kufnaga mana tashqaridan kirgan kufnaga chiroqlari hamma yo'g'i tuflarigacha. Mana bunimiz
revis hisoblanadi. Bu yerdan o'chib, tepadan yonadi. Tepada o'chirsa, yaxshi pastda o'chiradi. Mana bu spalniyimiz. Spalniga mana bosh tomoni bu yoqda bo'ladi dedi. Shuncha tepaga biralar bilan, razvedka ключателlar bilan qo'yib qo'yganmiz. Mana buniki ham mana tashqaridan kirgan mana. Ключателlar, освещенияsi mana duraletka mana o'rtasidan teshib tushirib qo'yganmiz plitani. Mana endi mana hammomga mana bu hammomda освещенияsi tushgan mana. Ketyapti, o'tdan kirib, yo'qdan o'tib ketyapti. Mana yerda umumanlik bo'ladi dedi. Umumanlikka razvedka. Bu yerda boiler bo'ladi dedi mana. Boilerga tushirib qo'ygan. Boilerga ham alohida kelgan. Kabel shu yashikdan. Mana bunimiz TV zona, televizor zonamiz. Bunga ham gofra bilan tushirganmiz. Mana ikkinchi etajga chiqqan mashina hammasi. Ikkinchi etajdan tomgacha ketgan. Ko'rib turganingizdek, mana hammasi. Endi birinchi etajimiz tugadi. Endi mana bu joyda shunday xot hisoblanadi. Mana bu joy katenli bo'ladi dedi. Mana shu yerda umni katol, nasos, pasos hamma yo'q bo'ladi dedi. Shu hisobiga razvedka tushirib qo'yiladi dedi. Tushirib qo'ydik mana. Lekin alohida sim kelgan. Ikkinchi etajga chiqyapmiz mana. Ikkinchi etajda mana tushyapti sim. Iltimos ustakalar, mana shuni yaxshi e'tibor beringlar. Ancha pulni chiqartirayotganda, boshqa bo'layotganda, plan payini qilayotganlar urib qo'ymanglar akalar. To'sh tushgan pastga. Mana bu revisni освещенияsi. Mana ikkinchi etajdan chiqyapmiz mana. Chiqishimizda bizga mana shu plan payini büyük ключателлari, razvedkalari mana chiqyapti mana освещениyalar hammasi. Kirishimizda o'ng qo'limizda detskiy xona mana. Yosh bolalar xonasi mana bu yerda ham televizor. Televizor tepaga chiqyapti antena bilan, gofralar bilan. Mana ko'rishlar mumkin. Bu yerda konditsioner, bu yerda razvedka bor, bu yerda ham razvedka bor. Hammasi chiroyli va sifatli bajarilgan ishlar. Mana bu yerda razvedka mana. Hammasi albastr bilan qoplangan mana. Mana shunaqa tayyor qilib montaj qilib qo'yamiz. To'g'ri, suvoqchilardan kelgan qiylanmaymiz mana. Ko'rib turganingizdek montaj qilib qo'yilgan hammasi. Mana. Xudo xolada. Mana bu ikkinchi etajimizni asosiy yashigi hisoblanadi mana. Mana hammasi tomgacha ketyapti. Asosiy kabeli. Lekin ona kabellar hammasi devorda o'yilib, mana betongacha o'yilib, tepadan olib ketyapmiz mana. Hammasi albastrlangan. Mana ketyapti mana. Mana tashqaridan kiryapti bu yerga ham. Освещенияsi mana. Mana kufni mana nimaga ham tashqariga. Mana bu burchadan chiqayotgan nima? Mana shuni ichida kabel bor. Kabel, shu narsani xudo xohlasa antena kabel bor. Antena gofra bilan chiqib ketgan. Mana bunimiz tepadan tushayotgan gofra bor uning ichida. Keyin ikkita razvedka bor. Bu Wi-Fi zona. Wi-Fi ga sharoit yaratib qo'yganmiz xudo xohlasa. Mana bu zalimiz hisoblanadi. Mana zalimizda ro'parada konditsioner bor, pastda razvedka bor. Mana bu esa televizor zonamiz. Televizor zona tepaga chiqib ketyapti mana. Hammasi gofrada chiqib ketyapti antenalarimiz. Mana hammasi. Mana xohlasa antenani ulaydi, xohlasa tepadan internet kabel tushirib oladi mana. Mana освещенияmiz mana ilib qo'yilgan. Xudo xohlasa nasib qilsa, hamma chiroyli va sifatli. Mana bunimizda mehmonxona mana. Mehmonxona mana antena mana shu yerdan mana shu yerdan va bu yerdan kabel tushgan. Mana tepadan kabel tushgan. Bunisidan bo'lsa Wi-Fi uchun gofra tashab qo'yilgan. Mana shu yerdan Wi-Fi akalarimiz bemalol kabellarni tushirib oladi birinchi etajga. Mana bu mana освещение. Zalimiz освещенияsi. Tashqarining освещенияsi. Mana bu shu zalimizniki mana. Mana.
ketyapmiz. Endi keyingi xonamizga kiramiz. Keyingi xonamiz mana spalni xonamiz bo'ladi. Spalnimiz mana ko'rib turganingizdek mana bosh tomonida bira qo'yganmiz, u ham bira, bu esa освещениесі. Mana bu bo'lsa, mana konditsioner uchun, oddiy rozetka uchun. Mana bu pastdagi spalnidan chiqayotgan antennani o'zi gofrasi bilan birga mana tepaga chiqib ketyapti mana. Mana bu bo'lsa yana bitta gofra mana antenna. Tepaga chiqib ketyapti. Gofraga kirgizib antennani shunday qilib tushiramiz. Mana ko'rib turganinglardek hamma chiroyli va sifatli bajarilgan. Xudo xohlab nasib qilsa. Mana bu bo'lsa hammom hisoblanadi. Spalnida hammom bor. Mana umumanida rozvetkasi mana ma'da. Mana ventilyator uchun mana sim tashalgan. Mana bu joyda mana освещениесі mana. Mana. Bu obyektimizdan tugadi. Mana bu mashina hovlimizni, koridorimiz uchun mana освещение. Mana bu tomga chiqadigan xod. Mana ko'rib turganingizdek. Mana. Hurmatli obunachilarimiz, mana keyingi obyektimizni obzorini ko'rib oldinglar. Xudo xohlab nasib qilsa, keyingi yana bundan keyingi obyektimizni ham qo'yib boramiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tinch bo'linglar.